Eron, Isroil va AQSh orasida bo'lib o'tayotgan urushda Putin g'alaba qozondimi degan savol bilan New York Times butun dunyoga murojaat qilyapti. Bugun biz siz bilan birgalikda mana shu videomizda bir qator masalalarni aynan xaritada ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Birinchi masalamiz, ushbu urushda Rossiya yutyaptimi? Putin yutyaptimi? To'g'ri eshityapsiz. Ya'ni bu urushda qatnashmayotgan bo'lsa ham bu urushdan asosiy yutuqni Rossiya olib ketyaptimi degan masalaga siz bilan javob qidiramiz. Qo'shimchasiga Fors ko'rfazi mamlakatlari orasidagi va neft bilan bog'liq bo'lgan global masalalarga bir qator to'xtalib o'tishga harakat qilamiz va albatta bu hududdagi bu bo'layotgan eskalatsiyani O'zbekistonga ta'siri masalasini ham ko'rib chiqishimiz kerak. Chunki mana xaritada ko'rib turganingizdek, O'zbekiston va Eronni faqatgina Turkmaniston davlatigina ajratib turibdi. Hamda qo'shimchasiga biz o'sha iqtisodiy masalada akanga chiqishga bevosita Turkmaniston va Eron hududidan foydalanardik yoki bo'lmasam Turkmaniston, Eron, Turkiya orqali biz O'rta Yer dengiziga chiqishimiz mumkin edi yoki tadbirkorlarimiz u yerdan narsa olib kelishlari mumkin edi. Xullas, import eksport masalalari bo'yicha biz uchun anchagina muhim hududlardan hisoblanardi. O'shaning uchun bu masalaga ham to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Demak, birinchi masalamiz ushbu urushdan asosiy yutuqni Rossiya olib ketyaptimi degan savol bilan New York Times butun dunyoga murojaat qildi deb aytib o'tdik boya. Hop, bu yerda nazarda tutilayotgan asosiy masala o'sha global neftni bilasiz, asosiy qismi aynan Fors ko'rfazi mamlakatlari tomonidan yetkazib beriladi. O'sha Suriya, Iroq, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Eron ga o'xshagan umumiy davlatlar tomonidan butun dunyoni neft bilan ta'minlash masalasi ilgari surilgan edi. Jumladan, mana bu Janubiy Osiyo mamlakatlarini oladigan bo'lsak, bu yerdagi eng katta iqtisodlardan biri Xitoy, Hindiston deymizmi yoki bo'lmasam o'sha Singapur, Malayziya kabi yoki bo'lmasam mana bu yerda turgan Janubiy Koreya va Yaponiya kabi davlatlarning asosiy iqtisodiy drayverlari sifatida ham aynan o'sha neft kerak bo'lar edi ularga va ularga, ya'ni dunyoning mana bundan bu qismiga to'liqligicha neftni aynan mana shu yerda turgan Fors davlatlari yetkazib berar edi. Lekin bugungi kunda o'sha eskalatsion voqeliklar natijasida Erondan mana bu Hormuz bo'g'ozi bor, juda ham ko'p tarmoqlarda tilga olinyapti va Hormuz bo'g'ozi bevosita mana ko'rib turganingizdek Eron hududi va Eronning mana bu joyi o'sha Hormuz bo'g'ozi deb ataladi va Saudiya Arabistoni, Iroq va Suriya tomonidan yoki Oman deymiz yoki Birlashgan Arab Amirliklari deymizmi, ularning barchasining nefti bevosita ushbu hududdan chiqib turib eksportga ketar edi. Endi mana shu bo'g'oz bugungi kunda yopilib qolgan. Tasavvur qilishingiz uchun bu yerda mana Saudiya Arabistoni bor. Saudiya Arabistonining nefti to'g'ridan-to'g'ri mana shu yerdan chiqib ketadi. Buning tepasida Eron va buning asosiy nazorat qiluvchi davlat bu albatta Eron hisoblanadi. Chunki mana xaritadan ko'rib turganingizdek, Birlashgan Arab Amirliklari mana bu hududda turibdi, Dubay turibdi va hozir xaritamiz juda ham yaqinlashib ketib qoldi. Va mana bu yerda Dubay hududidan ko'rib turganingizdek mana bu chegara yana Eron hududi hisoblanadi. Ya'ni mana bu tepadagi hudud ham Eronniki, mana bu ham Eronniki va mana bu o'tish qismi bevosita Eronning nazoratidagi hudud hisoblanadi. Bu yerdan endi Eron agar xohlaydigan bo'lsa, hech kimni mahsulotni o'tkazmasligi mumkinligini bugungi kunda ko'rsatib kelyapti va uni amalga oshiryapti. Ya'ni bugungi kunda mana shu bo'g'oz dunyoning 20% neftini o'sha tashishda foydalaniladigan bo'g'ozimiz va okeanlarda tashlanadigan neftlarning 25% ham aynan mana shu bo'g'oz hissasiga to'g'ri kelar edi. Bugungi kunda mana shu bo'g'oz yopilganligi hisobiga bir qator millionlab barellarni tashiyotgan deylik kemalar, katerlar mana shu hududdan o'tolmayapti va natijada global bozorda neft tanqisligi vujudga kelyapti. Endi bu vujudga kelayotgan tanqislikni albatta Rossiya men qoplab beraman degan bir signal bilan chiqyapti. Xabaringlar bor, Rossiya Xitoy va Hindistonga o'sha Ukraina bilan bo'layotgan harbiy operatsiyasi davomida ham, ya'ni butun dunyo ularga Rossiyaga sanksiya qo'yganda ham o'sha Hindiston va Xitoyga o'zini neftini yuborishda davom etayotgan edi. Lekin Tramp hokimiyatga kelgandan keyin Tramp ultimatum qo'ydi Hindistonga ham, Xitoyga ham, sizlarga ham sanksiya qo'yaman yoki sizlarning tovaringlarga boj qo'yaman agar Rossiya neftini olishda davom etsanglar deyilgan edi. Chunki bilasizlar, global bozorga sanksiya kiritilgandan keyin Rossiya hech kimga neftini sota olmayotgandi. Ya'ni sanksiyalarga tushib qolmaslik uchun. O'shaning uchun
Xitoy va Hindistonga demping narxlarda, ya'ni judayam arzon, o'zini hisobidan pul to'lab berib bo'lsa ham neftini sotayotgan edi. Keyin Hindiston Tramp hokimiyatga kelganidan keyin Amerika tomoni bularga ultimatum qo'ydi. Endi sotib olsanglar sizlarga 100% boj qo'yaman deb, va bunda Hindiston bosqichma-bosqich mana shu Rossiyadan olayotgan neftini kamaytirib kelayotgan edi. Lekin bugungi kundagi mana bu hududdagi eskalatsion voqelik natijasida Hindistonda ham Xitoyda ham shu neft tanqisligi vujudga kelishini his qilishni boshlaganidan so'ng Rossiyaga Hindiston nota yubordi, ya'ni bizga o'sha eski narxlarda, arzonlashtirilgan narxlarda neft yetkazib beringlar dedi. Lekin Rossiya tomoni bunga labbay deb javob bermadi. Yo'q, biz siz bilan по-братски отношенияларда edik, lekin siz bu munosabatlarni buzdingiz, endi xalqaro bozordagi narxlarda sotib olasiz degan bir majburiyat qo'ydi. Ya'ni bugungi kunda xalqaro bozordagi neft narxi o'rtacha $100 dan $120 atrofida o'ynab turibdi va mana shuni natijasida endi Rossiya kunlik $600 million ga yaqin daromad ko'ryapti. Va umuman olganda 1-martdan mana bugungi kungacha hisoblaydigan bo'lsak, 17 kun davomida, bugun 17-mart, 17 kun davomida $10 milliard atrofida foyda ko'rdi Rossiya. Ya'ni mana bu hududda bo'layotgan urush Rossiya neftiga bo'lgan talabni oshirib yubordi, neft narxini ko'tarib yubordi va uning natijasida Rossiya o'zining eng yaqin hamkorlariga ham endi xalqaro bozor qoidalari bo'yicha xalqaro bozor narxida sotib olasizlar, biz sizga o'sha по-братски narxlarni taklif qilganimizda o'zinglar bizdan yuz o'girgandinglar degan bir mazmunda yondashuv qilib turib, xolos ularga o'zining neftini sotishda davom etyapti. Umumiy olganimizda Rossiya 2026-yil uchun o'zining byudjetida neftning o'rtacha narxi $30-40 dan qimmatlashmaydi deb o'ylagan edi va Ukraina bilan bo'layotgan harbiy operatsiyasida ham aynan mana shu summani mo'ljal qilib olgan edi. Ya'ni biz kunlik $30-40 dan o'sha neftni sotadigan bo'lsak, mana shuncha daromad ko'ramiz va uni deylik mana bunchasini biz o'sha harbiy operatsiyaga sarflay olamiz degan bir ularda ritual bor edi. Lekin endi bugungi kunda holat mana bunday bo'lgandan keyin, endi $100 dan qimmatlashib ketgandan keyin Rossiya butun resursini aynan mana shu hududlarga, ya'ni Janubiy Osiyo hududlariga yo'naltirishda davom etyapti. Xo'p, endi keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, Yevropada ham neft tanqisligi davom etyapti. Misol uchun mart sanasigacha Yevropadagi o'rtacha 1 litrga benzinning narxi €1.07 bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda €2-3 ni tashkil etyapti. Ya'ni bu 1 litrga hisoblaganimizda deylik 17 ming so'm bo'lgan bo'lsa, endi hozir 23 ming so'm tashkil etyapti. Bu 100 litrda hisoblasak 170 ming so'm bo'lardi va hozir endi 230 ming so'm. Ya'ni bu 60 ming so'mga qimmatlashib ketyapti va albatta yevropaliklarni cho'ntagida bu o'zini sezdirmay qolmayapti. Endi bu yerda yana bitta masala, o'zi harbiy operatsiya hududi hisoblanadigan Ukraina endi arab davlatlariga va Amerika Qo'shma Shtatlariga, jumladan o'sha Isroilga ham drondan himoyalanish bo'yicha o'zining takliflarini chiqyapti. Bizni xohlasanglar sizlar ekspertlarimizni sizlarga yuborib beramiz, o'sha ekspertlarimiz sizga mana shu Eronning drondan himoyalanishga yordam beradi degan bir signalni beryapti. Balkim bu yopiq davralarda muhokama qilinib, Isroilda o'sha havo mudofaa tizimlarida ukrainalik ekspertlar ham o'z faoliyatini yuritayotgan bo'lishi mumkin. Xo'p, endi keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masaladan o'tishdan oldin bitta yana masala qolib ketibdi. Rossiya Ukrainaga o'sha o'zini harbiy operatsiyani boshlagan paytlarda, sanksiya kiritilgan paytda Rossiyaning Vladivostok hududlarida, mana bu hududlarda o'sha Koreya va Yaponiyaga yaqinroq bo'lgan hududlarda millionlab barrel neftni olib ketayotgan tankerlari muzlab turgan edi. Ya'ni Rossiya kunlik ularni mana shu hududda ushlab turish uchun ham bir qator o'zini xolos cho'ntagidan xarajat qilib kelayotgan edi. Endi Yaponiya va Koreya mana shu muzlatilgan deylik neftlarni olishini ma'lum qilgandan keyin endi bu hududlarda muzlab turgan neftlar ham endi mana shu Yaponiya, Koreya bozorlariga kirishni boshladi. Ya'ni boya aytganimizdek, mana bu hudud tufayli qo'shimcha daromad oqib ketishni boshladi bu yerga qarab. Endi mana bu yerda muzlab turgan tankerlari ham Yaponiya, Janubiy Koreya hududlariga borgandan keyin yana qo'shimcha daromad olishda davom etyapti. Xo'p, endigi masala, xo'p,
Yevropa haqida gaplashdik. Endi asosiy masalamiz bu albatta O'zbekistonga ushbu urushning ta'siri masalasi. Bir tomondan o'zi birovni dardiga xursand bo'lish masalasi sal g'alati-ku, lekin mana bu Fors ko'rfazi davlatlaridagi nostabil holat bir tomondan iqtisodiy O'zbekistonga manfaat ham keltirish ehtimoli yo'q emas, chunki investitsiya va pul bilasiz har doim tinch joyni xohlaydi va bugungi kunda mana bu eng investitsion jozibador hisoblangan o'sha Birlashgan Arab Amirliklari deymizmi, Saudiya Arabistoni deymizmi yoki mana qayta tiklanayotgan Suriya va Iroq davlatlari deymizmi, endilikda investitsiya kiritayotganda investorlar baribir o'ylab ko'rishadi. Bu yer demak nostabilligicha qolyapti va xohlagan paytda qanaqadir harbiy operatsiyalar boshlanib qolishi mumkin ekan degan bir mazmunda tinch hududlarni izlashga albatta Markaziy Osiyo davlatlari prioritetda bo'lishadi. Umuman yana bitta masalani ko'rib chiqsak bo'ladi. Mana bu hozirgi kunda butun dunyoda bo'lib turgan nostabil bo'lib turgan eskalatsion hududlar. Mana O'zbekiston hududi. Endi mana ko'rib turibsiz, Afg'oniston, Pokiston orasida qaynoq hududlar bor. Pokiston, Hindiston orasida ham mana bu yerda Kashmir hududlari bor. Xo'p, mana bu yerda Tayvan bor, Xitoyda. Xo'p, undan tashqari mana bu Fors ko'rfazi mamlakatlarida davom etayotgan o'sha qaynoq hududlar hamda mana bu qism Afrika mamlakatlari orasidagi o'sha urushga boy bo'lib turgan hududlar o'sha qizil nuqtalar bilan belgilab qo'yilgan. Va mana bu hududlarimiz o'sha Qozog'iston, O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyo va Xitoy hududini ko'rib turibsizlar. Boya aytganimizdek, mana bu hududlarda deyarli barchasida qizil nuqtalar borligi uchun endi juda ham katta investitsiya aynan Markaziy Osiyo hududiga kelishi mumkin birinchi navbatda va bu eskalatsion endi xatti-harakatlar natijasida bizga bo'layotgan minus haqida ham gaplashsak bo'ladi. O'zbekiston boya videoni boshida aytdik, Turkmaniston Eron orqali dengizga yoki bo'lmasa okeanga chiqishi mumkin edi. Endilikda biz hozirgi kunda Turkiya hududi va Ozarbayjon, Gruziya hududlaridan Kaspiy orqali shu foydalanishga majbur bo'lib qolishimiz mumkin. Endi mana shu o'rinda yana bitta narsa esimga tushdi. Bilasiz, juda ham uzoq yillar davomida Rossiya Kavkaz mamlakatlari o'sha Gruziya, Ozarbayjon, Armanistonga doimiy ravishda bosim qilib kelgan va ularning hududini o'sha egallab olishga harakat qilgan shu 2000-yillar boshlarida. Buning asosiy sababi mana bugungi kunda endi mana bu Yevropa hududi bo'lsa, mana bu Xitoy, Janubiy Osiyo, Kichik Osiyo hududlari bo'ladigan bo'lsa, oldingi asosiy tovar ayirboshlashi Amerika hududidan kelib turib, mana bu yerda O'rta Yer dengizi, Suriya, Iroq va Hormuz bo'g'ozi orqali chiqib ketar edi. Endilikda bu yer qaynoq hudud bo'lib turganligi uchun aynan mana shu tovarlar O'rta Yer dengizi orqali Turkiya, Gruziya, Ozarbayjon hududlari orqali chiqib ketishga majbur bo'lyapti va Xitoy ham o'zining tovarlarini aynan Yevropaga yetkazib berishda bevosita ushbu marshrutdan foydalanishga majbur bo'lyapti va bu yerda aynan O'zbekiston ham tranzit zona sifatida o'zini taklif qilishi va qo'shimcha daromad olishi mumkin birinchi o'rinda. Ikkinchisi, mana shu Rossiya orqali o'tadigan neftni Hindiston, Xitoyga o'tadigan neft tranzitida ham aynan O'zbekiston qo'shimcha daromad ishlab olishi mumkin. Endi negativ tomonlariga qisman to'xtalib o'tdik. Dengizga chiqishimiz biroz cheklanib qolishi yoki qaysidir bizga yetib kelayotgan tovarlarning o'sha marshrути uzayib ketishi oqibatida aytaylik narxlarning qimmatlashishi masalasi. Endi alternativ yo'llar bormi Xitoy yoki Malayziya, Singapur, Koreya, Yaponiya kabi davlatlar uchun deydigan bo'lsangiz, alternativ yo'l bor. Deylik, oldin Amerikan tovari mana bu hududdan kelib, mana shu tariqa o'tib ketgan bo'lsa, endi yana qo'shimchasiga mana bu Afrika kontinentini to'laligicha aylanib o'tishga majbur bo'lyapti. Shuning uchun tranzit xarajatlari ham oshib ketishi natijasida bugungi global iqtisodiyotda qo'shimcha masalalar vujudga kelyapti. Endi bu yerda yana bitta tahlil qilishimiz kerak bo'lgan masala bor. O'zbekiston o'zi kim tomon degan bir masala. O'zbekiston har doim davlat darajasida, O'zbekiston rahbari darajasida qayd etiladiki, biz doimiy ravishda mamlakatlarning suverenitetini himoya qilinishi va hurmat qilinishi tarafdorimiz, xalqaro huquq doirasiga amal qilinishi tarafdori bo'lib kelganmiz. Ya'ni O'zbekiston bu yerda suvereniteti buzilayotgan har qanday davlat bilan o'sha hamkorlik olib borishga va deylik
ularni qo'llab-quvvatlashga, insonparvarlik yordamlarini berishga tayyor ekanligini amalda har doim ko'rsatib kelyapti. O'sha xabaringlar bor. Ukrainaga bo'lgan insonparvarlik yordamlari va mana kuni kecha e'lon qilindi, O'zbekiston o'sha Eron davlatiga ham, ya'ni Eron xalqiga ham insonparvarlik yordamlarini yuborgan. Ya'ni bunda suvereniteti buzilayotgan mamlakat tomonda turish xalqaro huquq doirasida albatta bu to'ppa-to'g'ri harakat hisoblanadi. Endi Yevropaning mana shu bo'layotgan mojaroga munosabat haqida qisqacha to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Mana Ispaniya urush deymizmi, harbiy operatsiya deymizmi, mana shu hududlarda xullas notinchlik boshlanishi bilanoq bunga qarshi chiqqan davlatlardan biri bo'ldi. Xo'p, Germaniyaning kansleri chiqdida biz Amerikani qo'llab-quvvatlaymiz, Isroilni qo'llab-quvvatlaymiz, Eron to'g'ri qilishyapti, Eronda xullas nima ish qilishayotgan bo'lsa degan pozitsiyada turdi. Ukraina ko'rib turibmizki, Isroil va Amerikaga o'zining yordamini taklif qilib turibdi. Xo'p, Buyuk Britaniya dastlab Amerika tomonida turgandek bo'lgan edi, lekin mana kuni kecha Tramp va o'sha Buyuk Britaniya bosh vaziri orasida bo'lib o'tgan suhbatda Buyuk Britaniya bu ahmoqona urush ekanligini aytib o'tgan o'sha prezidentga, Trampga. Xo'p, va endi Donald Tramp dunyo koalitsiyasini, global koalitsiya tuzishni taklif qilib boryapti. Ya'ni endi sizlar o'zinglar uchun o'zinglar kurashinglar. Misol uchun Xitoyga neft kerakmi? Xitoyni borsinda Eronni mana bu Hormuz bo'g'ozini o'zi himoya qilib olsin. Hindistonga neft kerakmi? Borsinda o'zini o'zi himoya qilib olsin. Nima uchun biz ularni himoya qilib berishimiz kerak degan bir gap bilan chiqyapti. Ya'ni endilikda o'sha Tramp ma'muriyati ham boshqa davlatlar o'zi uchun o'zi kurashishi kerakligini, ular uchun deylik Amerika Eronni hududini tinch qilib bermasligini, Hormuzni ochib bermasligini aytib o'tdi. Xullas, qisqacha shu xaritada nimadir narsa tushunarsiz bo'lib qolgan bo'lsa sizga yoki nimalar bir bo'yicha o'zingizning fikringiz bo'ladigan bo'lsa, video tagida qoldirishingizni so'rayman va keyingi videoda albatta sizga tushunarsiz bo'lgan joylari haqida ham to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Qo'shimcha qanaqadir so'rovlar bo'lsa, talab yoki takliflar bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu videoning tagida qoldirishingiz mumkin. Like bosib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Salomat bo'ling.